Assalamu alaykum kichik do'stlar. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Bugun sizlarga ayiq bilan daraxtning hikoyasini olib keldik. Bularning orasida qanday bir hikoya borki, anglashni xohlasanglar, diqqatinglar tuvandagi naqshimizda bo'lsin. Boshlamdi? Boshlaylik. O'rmonda bir ayiq borkan, bir kuni dumbisi qichishibdi. Berib daraxtga yo'llanib, bir u yoqqa bir bu yoqqa silkabdi. Daraxtning bek xuyi tutib uzoqlarga qichibdi. Ayiq uni tutib ustiga yamishibdi. Daraxtning bek g'iddig'i kelib tush ko'ribdi birdilla. Ayiqning puttini dumulab yiqilibdi. Bum bum chika chika eshkali benga. Bum bum chika chika eshkali benga. Balamushu eshkali benga. Balamushu bum. Kichik do'stlar, endi sizlar bilan birlikda aytamdik. Tanıdık küçük dostlar. Başlayalım ya. Ormanda bir ayiq borkan, bir kuni dumbisi qichishibdi. Berib daraxtga yo'llanib, bir u yoqqa bir bu yoqqa silkabdi. Daraxtning bek xuyi tutib uzoqlarga qichibdi. Ayiq uni tutib ustiga yamishibdi. Daraxtning bek g'iddig'i kelib tush ko'ribdi birdilla. Ayiqning puttini yumulab yiqilibdi. Bum bum chika chika eshkali benga. Bum bum chika chika eshkali benga. Balamushu eshkali benga. Balamushu bum. Yaxshi ko'rdinglarmi? Yaxshi ko'rdinglarmi küçük dostlar? Unda bo'lsa, sizlarni uyda etib o'ynanglar bo'lamdi. Xayr xo'sh. Allohga omonat. Allah